Bizada yana sразу video chiqib ketyapti и bugungi videomizning mavzusi mana shu ko'rib turganlaridek orqamda turgan полный shaderni obzor qilamiz va uzr. Xo'p, shader obzor qilamiz va yuqori 100 kg vishvaniyani mana shu shaderda olib ketamiz bolalar. Davay. Xo'p, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Всё, rahmat. Oldindan. Xo'sh, bolalar, nima desam bo'ladi? Bir ikkita qotishlar bo'lishi mumkin, ko'rasiz, sразу makillash boshlayapti. Hop, короче, bu makillashlarni bildirmagan holatda chankib tushirib qo'ymadim. Tushirib qo'ydim yoki. Bilmasam, qarilar o'sha daraxtlar qimirlashini bolalar. Real daraxtlar qimirlayapti, как раз yaxshi bu. Bu zo'r variant. Chunki birinchi kirgan paytda Minecraftga nima bo'ladi? Shader qo'yib kirgandan keyin Minecraft'im bir sira ishlamay qoldi. Nima bo'ladi? Masalan, resurslar hammasi pushtirang bo'lib qoldi. Keyin sразу yoqmay qoldi. Shaderni o'chirib tashladim. Qaytadan sketchga olib yana qo'ygandim. Уже bo'ldi, вообще zo'r ishlab ketdi. Qara, lekin onasining yaxshi bolasi yomon qotadi. Короче, bo'ldi. Hozir qo'ydi bir amallaymiz, bo'ldi. Agar hozir ham qo'yib topib olsak, уже karavot tayyor bizga bo'ldi. Elgo bilan bo'lgan videomizni ko'rganinglar uchun rahmat. Unda ham ko'p prosmotr bo'lmabdi uncha. Aktivim tushib ketgan bilaman. Qanaqa qilamiz uyda bolalar? Aytinglar, kommentariyada yozib tashlaylar davay. Yo, men hammasini ko'raman. Suvga qaranglar, bolalar, suvga qaranglar. Vashshe, yo, Voy, zombi bor ekan. Ikkita hazillashdim, men qochdim bu yerdan bolalar. Hozir urushib o'tirishga vaqt yo'q hozir. Men tezroq mana shuni obzorni qilib turib, onang yaxshi bolasi. Короче, obzorni tezroq qilib turib, videoni tezroq tugatib tashlashim kerak. Hozir уже nima bo'ladi? Elgon oldiga borib, u bilan birga preview taqlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, shu previewni nima bo'ladi? Men o'zimdan idea olib chiqaman, Elgo bilan qo'shib nima qilamiz nima deyapti? Ustini bezash deyiladi-ku, короче, dizayn beramiz. Dizayn deyiladimi shunaqa endi? Короче, bolalar tog' yonini bag'irlarida yashaymiz bolalar. Xo'sh, tog'da yashaymiz. Tog'da. Tog'da ham временasini tanlab bizda bolalar. Xo'p, nimayli, videoni davom ettiramiz. Xo'p, hozir bolalar telefon ekranini ko'rinmasligi sizlarga ayon, aniq bilinib turibdi. Telefon ekrani ko'rinsa bilasizlar, вообще zo'r o'yinchi amaga bu yoqda. Xo'sh. Shaderga nima deysizlar bolalar? Shaderga 1dan 10gacha baho beringlar, davay. 1dan 10gacha baho beringlar. Tayson aytadi-ku, 1dan 10gacha baho beringlar. Bolalar aytgancha, bu safargi videolarimizda kamdan-kam mem qo'yiladi, nima buyog'iga. Xo'sh, nima bo'ladi, bolalar? Sizlarga qanaqa tushuntirsam ekan? Mem qo'yishga vaqt bo'lmayapti. Undan qolsa, videoni montaj qilish kerak, boshdan yana qaytadan ko'rib chiqish kerak. Короче, Amiga bo'sh odam emas deb o'ylashonsam. Amigani ishi shunchalik ko'pki, короче, nima bo'ladi? Minecraftda qilayotgan ishlar hech narsa emas-da. Короче, bolalar, sizlar mana shu videoning orqasida agar mana shu уже nima bo'ladi? Sizlarga aytaman hozir, tushuntirib beraman. O'zim normalroq tushuntirib gapirib beraman hozir. Qaranglar. Xo'sh, men aktivim ko'tariladigan bo'lsa, masalan, qanaqa qilib oxirgi videomizda, masalan, eng oxirgi videom qo'ygan videolarim 100 dan prosmotr yeyishni boshlasa bolalar. Xo'sh, Clash o'ynayman men, aytib qo'y oldindan. Clash o'ynayman. Clashdagi bazamizni ham qurib ko'ramiz Minecraftda. Qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa bo'lar ekan? Minecraftda qanaqa? Hayotda, Clashda qanaqa? Xo'p, ko'ramiz, lekin bilaman, Minecraft juda ham ketib ketadi, shunisini bilaman. Lekin qancha joy oladi, nechta blok ketadi, unisini bilmayman. Ratoshan o'xshatolmasam, ayb menda emas. Xo'sh, короче, bolalar, bo'lmasam Xo'p, ikkita videoni, ikkita o'yinni aralashtirib ko'ramiz o'sha yoqqa. Chunki nima bo'ladi? Kommentariyada bitta bola so'ragan ekan, aka, nima bo'ladi? Boshqa o'yinlardan ham video oling. Xo'p, tamom, shu. Shuning uchun ham Clashdan video olmaymiz. Clashdagi uni olamiz, nima deyapti? Ratoshamizni olamiz videoga.
Xo'sh, siltatib berdim bolalar. Xo'p. Hozir menga kerak bo'ladi, hozir menga pechka kerak. Bekorga men bu narsalarni qo'limdan chiqarmayapman bolalar, chunki hozir ekran pastda umuman ko'rinmaydi. PUBG'da ayniqsa shunaqa qiynalaman bolalar. Anavi jon ko'rinayotgan joyi bor, o'sha joy qop-qorada uzun chiziq turibdi-da. O'sha jonni kam ko'pligini faqat anavi derazalar turadi-ku. Derazani ismlari turadi. O'shadan bilib olaman bolalar. Jonim kam ko'pligini. Unda komanda o'ynasam. Hammaga komanda o'ynamaydi animaga, sложность o'ynaydi. Soloda ketadi solo. Solo yaxshi variant har doim. Eng keraklisi solo. Sizlarga hech kim yordam bermagan payt o'zingizga yordam berasizlar. Xo'p, ikkita hali beri qo'ydi juni. Mana shu tarafga nimaga olyapman? Chunki mana shu taraf ekran ko'rinyapti faqat. Bo'ldi. Endi qolib ketdim mana. Ko'rib qoldim. Ekranni burchagida tiqishtirgandan keyin ko'rib qoldim. Yana bitta bor ekan tagida. Yaha, bugun hammaga yashadi bolalar. Bugun bizning kunimiz ekan. Xo'p, ko'mir kerak bo'lib qoladi. Hozircha kerak bo'lib qoladi. Chunki men xo'sh, hozir uy qurib bo'lgandan keyin o'sha ungacha qorinlar ochiqa Hozir ishonmaysizlar, mana bu go'shtlar ko'rinmayapti, даже Minecraftdagi go'shtlar. Ko'rinadi, endi kamdan-kamda ikkitasi yo uchtasi ko'rinadi. Bolalar, sizlarga maslahatim, asab bo'lib telefonni sindirmanglar. Где-то sindirib o'tirmanglar. Nimaga? Chunki amagan ahvoliga tushasizlar. Normal telefon, normal o'yinlar, hamma narsa normal. Просто bitta rankim tushib ketgani uchun, Mobile Legendsda bitta rankim tushib ketgani uchun telefon urib sindirib tashladim. Hozir ham ishlab beryapti, to'g'ri, uni ichiga suv kirib ketdi. Nimalar bo'lib ketdi bu bechora telefonga. Qaror tashqarida qushlar ovozi kelayotgan bo'lsa, oldindan uzrda o'zi qushlar so'rash kerak edi mendan. Xo'p, bo'lmasam bolalar, uyni qanaqa qilamiz bolalar? Shuni aytinglar menga. Kuchuvachcha qalaysan? Zo'rmi? Suyagim yo'qda bo'lmasa sen boqib olardim. Qarorchisi bolalar, bu yoqda adashib qolishimizni aniqdan keyin uyni yo'qotib qo'ysa katta problema boshlanadi bolalar. Shuning uchun uyni yo'qotib qo'ymasligimiz uchun, qaranglar, o'sha Minecraft qotyapti. Minecraft zalka qilyapti. Xo'p, sakraymiz bolalar. Xo'p, tepaga chiqib ketamiz. Ko'rasizlarmi, tezlikda ko'rasizlarmi bolalar? Bu yerda tezlik yaramaydi. Muhimi ritmga tushish kerak emas. Xo'sh, mana bu tarafga o'tib olay. De. Chingiz brat bilmasa gapirmas ekan. Tezlik yaramay ekan nega Minecraftda. Yaraydi, просто kompyuterda o'ynayotgan paytlaringiz. Kompyuterda вообще protsessori o'ttiq kallasida bo'lishi kerak. Keyin nimasi bo'ladi? Video kartalari вообще o'ttiq kallasidan ikkita uchta kelish kerak. Keyin o'yinni kirib o'ynasalar bo'ladi. Rekordga elga aytganda вообще zo'r. Rekordga kompyuter biron kun bizga nasib qilib qolsa, o'shanda chotki qilib Minecraft o'ynab Elgo bilan speedrun olamiz bolalar. Chunki O'zbekistonda shu paytgacha hech kim speedrun olmagan. Javob gapim, hech kim olmagan. Anavi mayda youtuberchalar bor-ku, ular yemaydi, ularniki baribir yemaydi. Elgoning o'sha obunachisi ko'payib ketdi. Tabriklayman u bilan, baribir tabriklaymiz. Har kun tabriklayman, farqi yo'q menga. Qarorchisi, hozir men uy qurishim kerak. Gapda qissa qilib uy qurishimiz kerak bolalar. Shuncha gapni gapirib bo'lgandan keyin uy qurishimiz kerak bolalar. Nima bu? Qarorchisi, uyda mana shundan quradigan bo'ldim bolalar, mana shundan. Bo'ldi, все, to'xtadi mana shundan. Uy to'xtadi mana shundan bolalar. Xo'p, joy ochiq. Где-то hamma narsa bor, bo'ldi. Hech narsa kerak emas boshqa. Bu nima? Ana. Blok bizaga. Blok olamiz. Xo'sh, hozir amaga uyda qanaqa quramiz? Dizayn qanaqa bo'ladi amaga? Xo'sh, bu uyda Confront design. Ana yoqda qo'y bor ekan, qo'yni o'ldirib kelay bolalar. Hozir kelaman. Bola ko'rasizlarmi, shedra bitta eng iskirt joyi. Eng iskirt men yomon ko'rgan joyi. Qorong'i bo'lib qoladi, qorong'i tushadi, o'zi bo'ldi. Problema narsalarni ko'rish. Hozir srazu qo'yni o'ldiramiz-da. Voy, onangni qotyapti, chota ko'rinmayapti. To'xtalarda bir daqiqa qo'y topib olayman. Oldimda yurgan qo'y ko'rinmayapti, tushunmaysizmi?
Kim uryapti mani? Mana yerda anavlar bor ekan. U zombilar spawn bo'ldi. Ay ko'rinmayapti. Qo'yni qidiringlar bolalar. Qo'yni top beringlar menga. Menga qo'y ko'rinmayapti. Oldim degan. Da bolalar уже nima desa bo'ladi. Qo'y borgan sayin uzoqlashib ketganda xuddi ibi. Ana tushyapti. Tushadigan joy bormi bu? Men sanamda pastga tushdim. Yaxki. Kunda. Короче, endi verstakni qo'yamiz. Verstak qo'yishga joy topish kerak. Da qo'ydik, endi kровать. Voy, xolasini yaxshi ko'rib ketgur.